Nima ekşi oldum mu? Nima ekşi oldum mu? Ayağımdan kutkuzamışım. Vay, olim. Menga azroq yordam qilsang bo'lardi. Menga azroq pul berib turgan bo'lsang. Vay. Vay. Ali direktor, siz benim yarımcılık maaşımni oldin Allah berdigan bo'ldingizmi? Ha, voy rahmat. Sizning yaxshiligingizni menga unutmayman direktor. Ma'qul. Ha, qo'yatdim amsa. Sen nima qilyapsan? Doktor seni miyat bir mas'ul yot degan tursa, sen bularni sen yug'ishtirib o'tibsan qo'ya. Sening bu degan rak kasal tursa, bir ish kunda saqaydi deb o'ylab qolganmidda? Rak kasalishganligimni ufqman Muxtar. Lekin doktorxonadan chiqib ketaman. Halima, sen o'lgin kelyaptimda doktor dedi-ku. Jiyan almashtirib yetsaklam, sen saqayib ketadi-da. Nimaga almashtiramiz Muxtar? Qaysi pulga almashtiramiz? Buningga yalvurib, sog'irib qazabmi? O qazni kim qaytirdi, qanday qaytiramiz? Ash ishga bechara qizal qaytiramda. Uyni sitibasimiz, o qizlar nerede yotadi? Ko'chada yotamda. Ko'chada yotamda, ko'rning asli yotamda, u degan ularning taqdiri. Undaq bo'lsa rakka salib delishimi mening o'zimning taqdirim bu, o'zimning ishim, o'lamdim, tirlamdim, yashamdim. O'zimning ishim qaroz bo'lmasin-chi. Hey! Nimanda gap tushunmaysan sen? Hozir men jon mo'yim jon. Apa? Sen nimiz kıvatsın? Ha? Ma öyle ma. Hem kızının bu ma. Muxtar neymiş kıvatsın? Karış. Kim tutmuş hadi? Halime, beni kutkuzelim. Halime. Muxtar. Ay. Halime, beni kutkuzelim. Apa bozuklar vakama. Sen neymiş bunda kılsan? Uzun aldığın nemi hata kızdın zaten. Ne ben aramız koysa olmam da onu ya. Keşkisi bozak kız gelse onu, keşkisi bozak kız gelse. Halime. Halime. Korkma annem. Ah kızım abi. Ben kötü. Kız kadıydım. Bak neyden kaldık? Makul apa. Makul. Makul kapılmak lazım. Kamak it biri. Sakın öldüreyim ben size. Hey. Neymiş kıvatsın? Hey, attiganda nima varang chirom, ha? Maqtim sen lazımlıq narsalarning hammasini to'liq akeldim. Endi-chi, sen doktorlarning gapini anglab, doktorxona yaxshi davolan, ha? Tegishli tekshirishlarning hammasini bir-birlab qilaylik, juma? Sen bir dam avaqil. Men chiqib telefon qilay, ha? Anvarka, 50 ming bosilib oldi. Muxtar, sen ahmoqmi? U degan rak kesali pul ketadigan kasal. Davolisi
ha? Mening ajrashib ketgan boshlang'ich maktab o'qituvchisi bir tunishim bor. Shuni sana tanishtirib qo'yay. ishini qil. Ayolim o'lib ketmaydi, u saqiydi. Men sana deb qo'yay, pulni bermsang berma, buningdan keyin sendek akam yo'q. Sesraxon qiz. Men doktorxonadan chiqib ketaman. Sen nima deyapsan? Men doktorxonaga 5 ming to'lab bo'ldim. Biz doktorxonadan chiqmaymiz. Chet bo'ldi, ha? Men doktorxonadan chiqib ketaman, Muxtar. Davolanmayman. O'lib ketadigan ish bo'lsa, uyga berib o'lib ketaman. Halima. Men sana nima qilib bersam sen rozi bo'lsa, ha? Opam bilan Zulayatni uxlaydigan vaqti bo'lib qoldi. Men uyga berib Zulayatni jo'ndirib uxlatdim. Sen oldi bilan o'zingni bir o'ylig'ini. Muxtar, men baribir siz bilan ajrashib ketaman. Men bilan koringiz bo'lmasin-chi? Munosabatingiz yo'q odam bilan nimada kirishib olsiz deyman. Kim seni bilan kirishyapti? Ha, bo'pti, ajrashsak ham ajrashayli. Oldi bilan sen men doktorlarga maslashib, operatsiyani bir o'ngishli qilg'ini, operatsiyani qilib bo'lgandan keyin, anamdan keyin sen nima desang shu? Shu joqda ajrashsakmi kechikmaymiz. Ma kira, ma. Bunday qilish qanday bitildi? Saran xutunma o. Anlaşım. Kim senin onu bunda qiynashingga yo'l qo'ydi? Ha? Opa, ne adam ursa? Zulxumar, o sizga tahdid soldimi? Undaq ish yo'q. Men o'zim xalab qildim. Yana kelib, Rustam degan mening o'g'il do'stim. O'g'il do'stim? Hadi, siz bizni xato tushunib qolibsiz. Biz faqat shu ancha-muncha pul topaylik dedik shu. Pul topaylik dedi. Ha? Nerede bunda pul topayışma? Zulxumar, siz degan tibbiy fanlarda o'qiyotgan oliy maktab o'quvchisi, kelgusida doktor bo'ladigan odam. Qara kim oladi bizni? Canım balam, ben siz muhabbetle şans karıştırmayayım. Lekin qarab tanlab aralashishimiz kerakdi. Qanday odam bu oldimizdagi bizga bir tosh qilgan odamchi? Hadi. Cho'pcha o'tirib bunday gap qilsangiz qat. Ağzını şu. Benim kızımdan ne tur? Yana onunla çaplışıp aldığım bolsam, körmek onu gösteren. Zulxumar, çaravoyib ketimiz. Ketmayman. Sen degan bir turmushda mag'lub bo'lgan ayol turib, men uni bunday ish o'rgatgan sinog'im samaydi. Men hammani anladim. Anlasam dadamdan ajrashmoqchi ekansan-ku. Sen nimaning muhabbatligini uqamsan, asla uqmaysan. Chunki seni bu umringda hech kim suyib boqmagan. Zulxumar! Nima? Sen bana suyuş doğruluq söz açma demekçima? Sen özünü suyup baqqanmı? Sen bizning uyda bir ömür haqsiz balbaqchi bo'lding qo'shu. Texi dadamga bir o'g'il tug'ib bersam, dadam men amra qo'yib qolarmikin deb o'ylagan yerlarim bor-ku. Shu 40 yoshgacha to'xtamay tirishib, ikkinchi farzandlik bo'ldim. Natijada-chi, yana qiz tug'dim. Sen men to'liq o'tirib o'qitgan vaqtimda qizimni kim bo'zaq qilayotgandi deb halimda xabar qo'ydingmi? Asla xabar qo'ymadim. Chunki u vaqtda sen singlimning tug'ilgan kuni o'tkazayotgan. Sizlarning nazaringlarda izchil singlimni birinchi o'rinda turdi. Hech kimning men bilan kari yo'q. Sen bu umringda menga o'g'il tug'olmaysan, apa. Nima ish qilganini bilamsan? Chunki sen meni tashlab qo'yganligingning jazosi mushu shu.
Rustam. Biz ketamiz. Meni operatsiya qilib bo'lmaydi ekan. Men hozir 50 ming qo'y lazım. Darhol etik topam. Yaxshi o'g'il bolalar jiq uchraydi texi. Sizga fursat degan jiq. Men o'qish bitirolmayman. Qanday mumkin bo'lsin? Mumkin emas.